Hamma tortishyapti, lekin haqiqatan ham har xil ma'noda aytishadi. Gözün aydın deganini ham perevod qilinglar deb kulibdilar oxirida. Gözün aydın o'zbek tiliga qanaqa tarjima qilinadi? To'liq tarjimasi yo'q arkadaşlar. Bilasizmi, men kino ko'rganmisizlar? Suyunchi, oyim qiz turdilar deydi-ku. Xuddi o'sha videodagi suyunchi so'ziga to'g'ri keladi. Xo'p, bu narsani qanaqa tenglashtirsa bo'ladi arkadaşlar? Biron bir kutilgan narsa, ya'ni yaxshi narsalar ro'yobga chiqsa, ya'ni amalga oshsa, o'sha narsada gözün aydın bo'ladi. Gözün aydınni nimaga tenglashtirsa bo'ladi? Asosan mujda, sevinch va mutluluk. Shu narsaga tenglashtirsa, ya'ni shunaqa holatda ishlatamiz. Tenglashtirsa xato bo'lib qoladi, shunaqa holatlarda ishlatamiz. Sevinsanglar biron bir narsaga, quvonsanglar, baxtli bo'lsanglar, shunaqa vaziyat bo'lganda ko'proq kimdir kutdi shu sevinch yoki mutlu, baxtli bo'lishi shunaqa paytda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu qayerdan kelyapti? Eskidan insonlar biron bir ish o'xshayotganida gözün aydın olsun deb aytishgan, ya'ni mana shu narsa ko'rgan kechinganlarni yoki mana shu shuncha kutganing oydinlashsin deyishgan. Buni vaqt oralab vaqt o'tib gözün aydınga qisqartirib qo'yishgan arkadaşlar. Masalan, proje ustida ishlayapsizlar, katta yillab, oylab ishlanadi bitta proyekt ustida. O'sha narsa amalga oshib, tasdiqlab qo'yilsa, gözün aydın proje o'naylanmish deyishlar mumkin. Yoki de masalan, ota-ona bo'lishi, masalan, ayollarimiz 9 oy homila bo'lib yurishganda, ana vrachlar yugurib kelishi mumkin, suyunchi beringlar deb keladi. Shunaqa paytda gözünüz aydın deb kirib kelsa bo'ladi arkadaşlar. Ya'ni hamma narsa yaxshi o'tdi, hamma narsa yaxshilikka bo'ldi degan narsani beradi. Ko'rib turgan edi, kutilgan natijaga erishildi. Ya'ni kutganingizdek zo'r bo'ldi degan ma'noda keladi arkadaşlar. Video foydali bo'ldi. Aniq bilaman, nima qilishni bilasizlar arkadaşlar. Tekrar söylememe gerek yok. Görüşmek üzere.